Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizning qadrli obunachilari. Bugungi videomiz hayotingizning juda muhim jabhasiga taalluqli bo'lib, ko'pchilik odamlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani ko'rib chiqamiz. Agar siz aprel oyida ma'lum bir harakatni amalga oshirmasangiz, may oyidan boshlab olishingiz kerak bo'lgan juda muhim qo'shimcha to'lovni, ya'ni doplatani yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga, balki oilangizning iqtisodiy ahvoliga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda dolzarb mavzu. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir daqiqa, har bir aytilgan so'z siz uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar haqiqatdan ham hammaga tegishli va juda muhim. Asosiy muammoning mohiyati nimada? Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini, keyin esa nimada o'zgarishlar yuz berganini tushuntirib beraman. Ilgari ko'pgina ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam turlarini olish jarayoni birmuncha soddaroq edi. Masalan, oilaviy nafaqa yoki moddiy yordam puli uchun ariza topshirganingizda, bu to'lovlar odatda ma'lum bir muddatga, masalan 6 oy yoki 1 yilga tayinlanar edi. Bu davr mobaynida sizning moliyaviy holatingizda yoki oilaviy tarkibingizda jiddiy o'zgarishlar bo'lmasa, qayta murojaat qilish zarurati tug'ilmas edi. Ko'pincha belgilangan muddat tugashiga bir necha hafta qolganda sizga xabar kelar edi. Yoki sizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'inida MFY sizga og'zaki tarzda eslatib qo'yishlari mumkin edi. Shu bilan birga hujjatlar ro'yxati ham odatda standart bo'lib, kamdan kam holatlarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinar edi. Bu tizim aholi uchun birmuncha qulay edi. Chunki odamlar har oy yoki har chorakda doimiy ravishda davlat idoralariga borib yurishdan xalos bo'lgan edilar. Ular bir marta ariza berib, ma'lum muddatga xotirjam bo'lishlari mumkin edi. Ammo hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. So'nggi paytlarda qabul qilingan bir qator qonun hujjatlari va hukumat qarorlariga asosan ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam pullarini tayinlash va to'lash tartibiga yangi, yanada qattiqroq talablar kiritildi. Endilikda ko'plab turdagi doplatalar, ya'ni qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordamlar uchun har chorakda, ba'zi hollarda esa har oyda sizning moliyaviy ahvolingiz va oilaviy tarkibingiz haqida ma'lumotlarni yangilash talab etilishi mumkin. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablaridan biri davlat mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlash. Ya'ni haqiqatdan ham yordamga muhtoj bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatish va mablag'larning samarasiz sarflanishining oldini olishdir. Bundan tashqari, aholining real daromadlari va turmush darajasi doimiy ravishda o'zgarib turishi ham ushbu tizimning joriy etilishiga sabab bo'ldi. Shuningdek, to'lovlarni olish uchun onlayn platformalardan, xususan yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali murojaat qilish majburiyati ko'pgina fuqarolar uchun yangilik bo'ldi. Bu esa avvallari hujjatlarni bevosita mahalla idorasiga yoki pensiya jamg'armasiga olib borgan odamlar uchun qo'shimcha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Muhimi shundaki, agar siz aprel oyida ushbu yangi qoidalar doirasida talab qilingan amallarni bajarmasangiz, may oyidan boshlab sizga to'lanadigan qo'shimcha to'lov, ya'ni doplata, avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu degani, sizga may oyi uchun hech qanday pul kelmaydi va bu sizning byudjetingizda katta teshik ochishi mumkin. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar esa bemalol bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimlar xavotir olishi kerak? Bu birinchi navbatda quyidagi toifadagi fuqarolarga tegishli. 1. Oilaviy nafaqa va moddiy yordam oluvchilar. Agar siz hozirda kam ta'minlangan oila sifatida
oilaviy nafaqa yoki moddiy yordam puli olsangiz, demak bu ma'lumot aynan siz uchun. Chunki bu to'lovlar odatda ma'lum muddatga tayinlanadi va muddat tugashi bilan uni qayta rasmiylashtirish yoki yangilash talab etiladi. Agar sizning oxirgi arizangizning muddati yaqinlashayotgan bo'lsa yoki aprel oyida tugasa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Bolalar nafaqasi oluvchilar. Agar siz 14 yoshgacha bo'lgan bolalaringiz uchun nafaqa olsangiz, ushbu to'lov ham vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi yoki oilaning daromadlari haqida yangi ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Ayniqsa, farzandingiz 2 yoshga to'lgan bo'lsa yoki boshqa bir yosh chegara bosqichiga yetgan bo'lsa, sizning nafaqa turini qayta ko'rib chiqish talab etilishi mumkin. 3. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar oluvchilar. Nogironlik nafaqasi odatda doimiy to'lanadi, ammo unga qo'shimcha ravishda beriladigan ba'zi bir moddiy yordamlar yoki imtiyozlar uchun vaqti bilan hujjatlarni yangilash yoki tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinishi mumkin. Agar sizning nogironlik guruhingiz muddati tugagan bo'lsa yoki tibbiy ekspertiza xulosasini yangilashingiz kerak bo'lsa, bu ham muhim. 4. Ishsizlik nafaqasi oluvchilar. Agar siz ishsiz deb ro'yxatga olingan bo'lsangiz va ishsizlik nafaqasi olayotgan bo'lsangiz, bu nafaqa ham ma'lum bir muddatga beriladi. Bu muddat tugaganda yoki bandlikka ko'maklashish markazi bilan aloqani yo'qotganingizda to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Keling, real hayotdan bir nechta misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, Ahmadjon oilasi. Ahmadjon 3 farzandi bor, xotini uy bekasi. O'zi kichik bir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, lekin daromadi barqaror emas. Ular o'tgan yilning sentyabr oyida oilaviy nafaqa olish uchun murojaat qilishgan va 6 oylik muddatga nafaqa tayinlangan edi. Demak, ularning nafaqa muddati mart oyining oxirida tugagan. Yangi qoidalarga ko'ra, endi ular nafaqani uzaytirish uchun aprel oyida qayta murojaat qilishlari shart. Agar Ahmadjon aprel oyida my.gov.uz orqali yoki mahallaga borib yangi ariza bilan murojaat qilmasa va oilasining joriy daromadlari to'g'risida ma'lumot taqdim etmasa, may oyidan boshlab ular nafaqasiz qolishadi. Har bir farzand uchun beriladigan standart nafaqa summasini hisobga olsak, masalan 3 bola uchun jami 500,000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu mablag' Ahmadjon oilasi byudjetida ancha katta o'rin tutadi. Agar ular bu mablag'dan mahrum bo'lsa, oilaning kunlik xarajatlari, bolalarning maktab ehtiyojlari uchun jiddiy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, maktabga boradigan bolalarning transport xarajatlari, oziq-ovqat yoki kiyim-kechak xaridlari uchun ushbu doplata juda muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi misol, Gulnora opa. Gulnora opa 2 nafar farzandni yolg'iz tarbiyalaydi. Katta farzandi erta nogiron bo'lib, buning uchun nogironlik nafaqasi va bolalar nafaqasi oladi. Uning bolalar nafaqasi muddati aprel oyida tugaydi. Avvallari u faqatgina mahallaga borib, pasport nusxasi va bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari bilan murojaat qilardi. Endi esa undan my.gov.uz orqali elektron ariza yuborish talab qilinmoqda. Bundan tashqari, oilaning umumiy daromadlari haqida yanada batafsil ma'lumotlar, jumladan uning kichik qo'shimcha ishidan olgan daromadi haqidagi ma'lumotlarni ham ko'rsatishi shart. Agar Gulnora opa aprel oyida buni bajarmasa, may oyidan boshlab bolalar nafaqasi to'xtatiladi. Bu uning uchun og'ir zarba bo'ladi, chunki nogironligi bo'lgan bolaga qarayotgani sababli to'laqonli ishlay olmaydi. Masalan, uning oladigan bolalar nafaqasi umumiy 300,000 so'm atrofida bo'lsa, bu pul nogiron farzandining dori-darmonlari yoki maxsus ehtiyojlari uchun juda zarur. Ayniqsa, onlayn arizani to'ldirishda yoki hujjatlarni skanerlashda yordamga muhtoj bo'lish mumkin.
chunki u kompyuterdan foydalanishga unchalik o'rgangan emas. Agar u bu jarayonni o'z vaqtida bajarmasa, butun may oyi davomida bu puldan mahrum bo'ladi va keyingi oyda qayta rasmiylashtirgan taqdirda ham aprel uchun yo'qotgan mablag'ini qaytara olmaydi. 3-misol, Dilshod aka. Dilshod aka Toshkent shahrida yashaydi. Uning otasi 1 yildan beri og'ir kasallik tufayli to'shakda yotadi. Otasiga doimiy qarash zaruriyati sababli Dilshod aka ishdan bo'shashga majbur bo'lgan. U ishsizlik nafaqasi oladi, ammo bu nafaqa har 3 oyda bir marta bandlikka ko'maklashish markazi tomonidan qayta tasdiqlanishi kerak. Dilshod akaning navbatdagi tasdiqlash muddati aprel oyiga to'g'ri keladi. Agar u bandlikka ko'maklash markaziga borib, ishsiz maqomini tasdiqlamasa va faol ish qidirayotganini ko'rsatmasa yoki my.gov.uz orqali elektron shaklda to'ldirmasa, may oyidan boshlab ishsizlik nafaqasini yo'qotadi. Bu nafaqa masalan 500,000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu esa otasiga dori-darmon sotib olish va uy xarajatlarini qoplashda juda qo'l keladi. Agar u bu pulni yo'qotsa, oilasining moliyaviy holati yanada murakkablashadi. Uning otasi uchun maxsus parvarish, maxsus oziq-ovqat va tibbiy buyumlar uchun xarajatlar yuqori bo'ladi. Ushbu doplata ularga kunlik turmush tarzini davom ettirishga yordam berar edi. Ikkinchidan, kimlar xavotir olmasligi mumkin? Odatda quyidagi toifadagi fuqarolar bunday qo'shimcha harakatlar qilishlari shart emas. 1. Muddatli bo'lmagan doimiy nafaqa oluvchilar, masalan, yoshga doir pensiya oluvchilar yoki birinchi guruh nogironlari uchun tayinlangan umrbod nafaqalar avtomatik tarzda to'lanadi va ularni har oy yoki har chorakda qayta rasmiylashtirish talab etilmaydi. 2. Yangi tayinlangan nafaqa oluvchilar. Agar siz yaqinda, masalan, yanvar, fevral yoki mart oylarida nafaqa yoki moddiy yordam puli uchun murojaat qilgan bo'lsangiz va sizga 6 oy yoki 1 yillik muddatga to'lov tayinlangan bo'lsa, sizning holatingizda hozircha xavotirga o'rin yo'q. Chunki sizning nafaqa muddatlaringiz hali tugamagan. Ammo shu bilan birga sizga berilgan tasdiqlash xatidagi muddatlarni diqqat bilan o'qib chiqing. 3. Davlat byudjetidan to'lanadigan maoshlar va stajga asoslangan nafaqalar. Odatda davlat muassasalarida ishlaydigan xodimlar va ularning maoshlari, shuningdek ish stajiga qarab tayinlanadigan pensiyalar ushbu yangi qoidalarga kirmaydi. Bu to'lovlar barqaror bo'lib, ularni qayta rasmiylashtirish talab etilmaydi. Shunday qilib, agar sizning nafaqangiz muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, yoki siz yaqinda qandaydir o'zgarishlar bo'lganini eshitgan bo'lsangiz, demak siz xavotirga tushishingiz va tegishli choralarni ko'rishingiz kerak. Endi esa ikkinchi asosiy qism: istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu qismda ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan, ammo juda muhim bo'lgan jihatlarni tushuntirib beraman. 10. Istisnolar. Ayrim mahalliy dasturlar. Ba'zida viloyat yoki tuman miqyosida o'tkaziladigan xayriya aksiyalari yoki maxsus yordam dasturlari bo'ladi. Ushbu dasturlar bo'yicha to'lanadigan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni doplatalar, markaziy hukumat tomonidan belgilangan umumiy qoidalar ostiga tushmasligi mumkin. Ular uchun alohida arizalar va muddatlar belgilanishi mumkin. Shuning uchun, agar siz shunday mahalliy yordam olsangiz, mahalla fuqarolar yig'inida aniqlik kiritishingiz shart. Misol uchun, qishloq joylarda yangi qad rostlagan bog'chalarga farzandlarini bergan onalarga beriladigan bir martalik yoki qisqa muddatli doplatalar umumiy tizimdan farq qilishi mumkin. Favqulodda vaziyatlar uchun yordam. Tabiiy ofatlar, suv toshqini, zilzila yoki boshqa favqulodda vaziyatlar natijasida jabr ko'rganlarga beriladigan bir martalik moddiy yordamlar ham bu qoidalar doirasiga kirmaydi. Ular alohida tartibda ajratiladi. 2.
Tuzoqlar, common pitfalls. Hujjatlarning to'liqsizligi. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri talab qilingan hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik. Masalan, oila a'zolarining pasport nusxalari, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, shuningdek, oilaning barcha a'zolari nomidan olib kelinadigan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish joyidan, bank hisobvaraqlaridan, ijara shartnomalaridan kabi hujjatlarning bittasi yo'q bo'lsa ham, arizangiz rad etilishi mumkin. Ba'zan hatto turli xil kommunal to'lovlar uchun ham qarzlar bor yo'qligi haqidagi ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi hujjatlarning muddati tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik haqidagi tibbiy ekspertiza xulosasining muddati yoki xorijdan kelgan daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar eskirgan bo'lishi mumkin. Siz barcha hujjatlarning amalda ekanligiga ishonch hosil qilishingiz shart. Internet portal bilan bog'liq muammolar. my.gov.uz portali orqali ariza topshirish ko'pchilik uchun yangilik. Bu yerda texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Internet tezligi pastligi, elektron raqamli imzo (ERI) bilan bog'liq muammolar, hujjatlarni skanerlashda xatoliklar yoki tizimning vaqtincha ishlamay qolishi. Shuning uchun oxirgi kunga qoldirmasdan oldinroq harakat qilish zarur. Nog'ora bo'shliqlar, ma'lumotsiz qolish. Ba'zi odamlar yangi qoidalardan umuman bexabar bo'lishi mumkin. Ular eski tizim bo'yicha avtomatik tarzda uzaytirilaveradi deb o'ylashadi. Shuning uchun bu videoni iloji boricha ko'proq odamlar bilan baham ko'ring. 3. Noaniq nuanslar. Daromadlarni hisoblash metodologiyasi. Oilaning umumiy daromadini hisoblashda ba'zi murakkabliklar mavjud. Masalan, norasmiy daromadlar, chet eldagi qarindoshlardan kelgan pul o'tkazmalari yoki fermer xo'jaligidan olingan daromadlar qanday hisobga olinadi? Bu borada mahalla mas'ullari yoki pensiya jamg'armasi xodimlaridan aniqlik kiritish lozim. Ba'zan yashirin daromadlarni aniqlash uchun qo'shimcha so'rovlar o'tkazilishi mumkin. Yashash joyining o'zgarishi. Agar sizning oilangiz bir mahalladan ikkinchisiga ko'chib o'tgan bo'lsa, sizning nafaqa yig'majildingiz ham yangi mahallaga o'tkazilishi kerak. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin va agar o'z vaqtida amalga oshirilmasa, to'lovlarda uzilishlar bo'lishi mumkin. Hattoki bir shaharning turli tumanlariga ko'chib o'tish ham bu jarayonni keltirib chiqarishi mumkin. Oilaviy tarkibdagi o'zgarishlar. Oilaviy tarkibdagi har qanday o'zgarish, masalan, nikoh, ajralish, farzand tug'ilishi, farzandning 7 yoshga to'lishi, darhol tegishli idoralarga xabar qilinishi kerak. Chunki bu sizning nafaqa miqdoriga yoki hatto uni olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bolalaringizdan biri 7 yoshga to'lsa, u endi bolalar nafaqasi uchun hisobga olinmaydi va sizning umumiy nafaqa miqdoringiz kamayadi. Agar siz bu haqda ma'lumot bermasangiz, keyinchalik ortiqcha to'langan summani qaytarishingiz talab qilinishi mumkin. Nogironlik guruhi o'zgarishi. Agar nogironlik holatingizda o'zgarishlar bo'lsa va sizning nogironlik guruhingiz boshqa guruhga o'zgarsa, bu ham tegishli to'lovlarga ta'sir qiladi va qayta rasmiylashtirishni talab qiladi. Ba'zan vaqtinchalik nogironlik guruhida bo'lganlar muntazam tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart. Bu nuanslar oddiy ko'rinishi mumkin, ammo ular ko'pincha doplatani yo'qotishga yoki to'lovlarda uzilishlarga sabab bo'ladi. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Bu yerda siz uchun aniq ko'rsatmalar beraman. Buni diqqat bilan eslab qoling va shu tartibda harakat qiling. Birinchi qadam: o'z vaziyatingizni aniqlashtiring. Siz qanday turdagi nafaqa yoki moddiy yordam puli olyapsiz? Oilaviy nafaqa,
bolalar nafaqasi, ishsizlik nafaqasi yoki nogironlikka qo'shimcha doplatami? Sizga bu to'lovlar qachondan boshlab tayinlangan va uning muddati qachon tugaydi? Bu ma'lumotlar sizga berilgan rasmiy xatda yoki oxirgi olingan to'lov haqidagi kvitansiyada ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar topa olmasangiz, my.gov.uz portalidagi Mening arizalarim bo'limida ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga kerak bo'ladigan standart hujjatlar ro'yxati quyidagicha. 1. Pasportingiz nusxasi. O'zingizniki va oilaning barcha voyaga yetgan a'zolariniki. Asl nusxasi ham yoningizda bo'lishi kerak. 2. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar nusxalari. Barcha voyaga yetmagan farzandlaringizniki. Asl nusxasi ham talab qilinishi mumkin. 3. Nikoh guvohnomasi yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma nusxasi. Oilaviy holatingizni tasdiqlash uchun. 4. Oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar siz ishlasangiz, ish joyingizdan so'nggi tveli oy yoki talab qilingan boshqa muddatdagi maoshlaringiz haqida ma'lumotnoma oling. Bu ma'lumotnomada barcha daromadlar, jumladan mukofot pullari va boshqa qo'shimcha to'lovlar ham ko'rsatilishi kerak. Agar yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, soliq idorasidan daromadlaringiz haqida ma'lumotnoma oling. Agar chet eldan pul o'tkazmalari kelsa, bankdan tegishli hisobotlarni oling. Agar boshqa yordam turlari, masalan, aliment, ijara daromadi olsangiz, ularni tasdiqlovchi hujjatlar nusxalari. Hatto norasmiy daromad manbalaringiz bo'lsa ham, buni mahalla vakiliga tushuntirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. 5. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa. Nogironlik guruhi muddatlari ko'rsatilgan tibbiy ekspertiza xulosasi nusxasi. SILS. Bank plastik kartochkangiz rekvizitlari. Oylik to'lovni o'tkazish uchun. Kartochka egasining pasport ma'lumotlari bilan mos kelishi shart. 7. Kadastr hujjatlari nusxasi. Oilaning mulki, uy-joy, yer uchastkasi to'g'risidagi ma'lumotlar. 8. Uy kitobidan yoki yashash joyingizdan ma'lumotnoma. Oilaning tarkibi va yashash manzili haqida. 3-qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Sizda ikkita asosiy yo'l bor. 1. Elektron shaklda tavsiya etiladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali. Bu eng qulay va tezkor yo'l hisoblanadi. Agar sizda my.gov.uz da shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, uni ro'yxatdan o'tkazing. Buning uchun sizga elektron raqamli imzo ERI kerak bo'ladi. ERI ni DXM davlat xizmatlari markazlari orqali olishingiz mumkin. Portaldagi tegishli xizmatni toping. Odatda oilaviy nafaqa va moddiy yordam tayinlash yoki bolalar nafaqasini tayinlash. Arizani diqqat bilan to'ldiring. Har bir maydonchani to'g'ri va to'liq to'ldirishga harakat qiling. Yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlarni skaner qiling va tizimga yuklang. Hujjatlarning sifati yaxshi bo'lishi kerak. Arizani elektron raqamli imzo bilan tasdiqlab yuboring. Arizani yuborganingizdan so'ng, uning holatini my.gov.uz dagi shaxsiy kabinetingiz orqali kuzatishingiz mumkin. 2. Jismoniy tarzda. Yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'ini MFY ga boring. Hujjatlarning barcha asl nusxalarini va nusxalarni o'zingiz bilan olib boring. MFY xodimiga vaziyatingizni tushuntiring va ariza yozishda yordam so'rang. Ular sizga blanka berishi va to'ldirishga ko'maklashishi kerak. Arizani yozib bo'lgach,
barcha hujjatlarni ilova qilib topshiring. Arizangiz qabul qilinganligi to'g'risida sizga hujjat yoki qabul qilish raqami berilishini talab qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. MFYek xodimlari sizning uy sharoitingizni o'rganish uchun borishi mumkin. Ularga hamkorlik qiling va to'liq ma'lumot bering. 4-qadam. Muddatalarga qat'iy rioya qiling. Aprel oyining oxirgi kunigacha, ya'ni 30-aprelgacha barcha jarayonlarni yakunlashga harakat qiling. Kech qolgan har bir kun may oyidagi to'lovni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Agar siz my.gov.uz orqali ariza topshirayotgan bo'lsangiz, so'nggi daqiqalarga qoldirmang. Serverlar yuklanishi yoki texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Ertaroq, masalan, aprel oyining 1-2 haftasida harakat qilishni maslahat beraman. 5-qadam. Holatingizni kuzatib boring. Arizangizni topshirganingizdan so'ng my.gov.uz orqali yoki mahallaga borib, uning holatini muntazam ravishda tekshirib turing. Agar qo'shimcha hujjatlar talab etilsa yoki biror narsa aniqlashtirish lozim bo'lsa, zudlik bilan tegishli choralarni ko'ring. 6-qadam. Telefon raqamlari va maslahat xizmatlari. Davlat xizmatlari agentligining 1148 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarining ishonch telefonlariga ham murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Bu mavzu ko'pchilikning hayotiga bevosita ta'sir qiluvchi dolzarb masala ekanligini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Unutmang, aprel oyida o'z vaqtida harakat qilish sizni may oyida muhim bo'lgan qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishdan asrab qoladi. Har bir hujjatga, har bir muddatga e'tiborli bo'ling. Agar sizda hali ham savollar qolgan bo'lsa, yoki biron bir aniqlik kiritishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bu ma'lumot kimningdir katta muammosini hal qilishga yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham siz uchun shunday foydali va dolzarb videolarni tayyorlashda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.